Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizning navbatdagi ishimiz ham tayyor bo'ldi. Bu ishimiz podvalga o'rnadi. Oq ABS alyumin profilimizdan bo'lgan. Chiroyli baho berib qo'yasizlar. Zamonlar endi qo'yilardi. Bu eshigimiz tepa-past lamberdan bo'lgan. Talablarga binoan alkafon yoki bo'lmasa lamber shunaqalarni qilib beramiz. Kvadrat narxlari telefonda gaplashiladi. Hop, bu yerda bizda 4 ta eshigimiz bor. 3tasi bir qanot, uchtasi bir qanot, bittasi 2 qanot. 2 qanotli eshigimiz aynali bo'ladi, 2 qavat. Aynaylari hali beri kelmadi, endi keladi. Bu yoqda ham mana bitta eshigimiz bor. Mana shu ishimizga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Podvalga o'rnagan. Chiroyli holatda bitgan. Pasten nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolisa kvadrat narxlarini chiroyli narxlarda qilib beramiz.